Xayrli kech qizlar, hozir navbatdagi zakazlarni ochib ko'rsataman. Birinchi bo'lib bu keladigani nakladnoy, ya'ni siz nima oldingiz, necha pul oldingiz, qayerga jo'natiladi, ism, familiya, nomer hammasigacha yoziladi. Bu ishingizni qonuniy ochishim bilan hidi cho'tta keldi bu safar. Bunaqa hidi gup etib kelmagandi bildiradi. Nimadan boshlasamikin? Birinchi bo'lib mana bu duxidan boshlayman. Bu Divine afsonaviy duxi. Oriflame kompaniyasi 60 yildan beri o'zini ishlab chiqarsa, 60 yildan beri mana shu duxi ishlab chiqarilar ekan va buni klientlari juda ham ko'p so'raydiganda. Birinchi zakaz bu. Keyingisi bu La Potion'dan qo'l kremi. Mana shu feromonli, odamni o'ziga jalb qiladigan duxini qo'l krem versiyasi. Mana ob'yomi ham kattagina. Qo'lingizni mayin qilib qo'yadi, qo'li qurib ketadigan qizlar и просто hidi uchun ham surib yursangiz bo'ladi. Uxlashdan oldin. Keyingisi mana bu Optimals'dan yuzi dog' va yuzi ta'sirchan qizarib ketadigan yuzlar uchun namlantiruvchi krem. Keyingisi mana bu Sun 360 seriyasiga tegishli bo'lgan gel. Bu mana misol yozda cho'milishga bordingiz, akvapark qayergadir cho'milishga bordingizda yuzingiz qip-qizil bo'lib ketdi, qizib kuyib keldingiz. O'sha payt mana shuni sursangiz yuzingiz guppada bittada bosiladigan gel. Yoz uchun juda ham kerak bo'ladi. Yoki kuyib ketdingiz, quyoshda yurdingiz, quyoshda ish qildingizda, u payt sizga SPF ham yordam bera olmay qoladi. Chunki siz tinimsiz quyoshda yurgan paytingiz nima bilan bosishni bilmay qolasiz. Yuzingiz qip-qizil bo'lib zagar bo'lib qoladi. O'sha qizarib ketishi bostirish uchun mana shu geldan foydalansangiz bo'ladi. Agar uni bostirmasangiz, srazu dog'ga aylanib qoladi. Mana shu. Keyingisi gel de la dusha, hamma yaxshi ko'rib ishlatadigan va bunisi ham gel de la dusha. Terini mayin qilib qo'yadi, hidlari ham juda ham приятный. Kechqurun bitta mana shu gel de la dushlarda cho'milib chiqsangiz, hidi gup etib kelib turadi. Keyingisi SPF 50 Sunzone seriyasiga tegishli bo'lgan SPF yo'q qizlar, SPF ishlatmayotgan qizlar uchun zakazga. Yana bitta SPF 50. Bu SPFlar yuzi quruq insonlarga juda ham ko'p mos keladi. Lekin yuzi yog'lilar ham ishlatishdi, ular ham unaqa yo'q, yaxshi bilinmadi dedi. Misol uchun erimni yuzi yog'li, mana shu menikini ishlatdi, yo'q yaxshi ekan, menga ham tushdi dedi. Bari qarayapman qarshi. Bolalar uchun SPF, bolalarni yaxshi ko'radiganlar uchun SPF 50. Bolalar ham kattalar ham ishlatsa bo'ladi. Giordani Gold seriyasiga tegishli bo'lgan erkaklar uchun dezodorant. Mana shu duxini dezodoranti. Agar eringlar qo'ltig'i gup etib shuni sasib tursa yoki undan ham eng yomoni qo'ltig'idagi mana shuncha suv bo'lib tursa yoki kiyimi sap-sariq bo'lib qolsa, o'sha kiyimizni ketkizib olmay yursangiz, undan ko'ra mana shunaqa bitta dezodorant, sharikli dezodorantdan olib bering. 2 oygacha bemalol yetadi. Erimni olganiga mana 1 oydan oshdi, hali tugagani yo'q. Yaxshi bo'lib qutuldim. Kiyimini, oppoq kiyimini, qo'ltig'ini yuvishga vaqtim ketardi, umuman terlamay qolgan. Va Activella dezodoranti, bu ham qizlar uchun ham mos keladi, o'g'il bolalar uchun mana shu seriya qopqog'iliga mos tushadi. Sovunlar. Mana 2 xil sovundan zakaz bergandim. Love Nature seriyasiga tegishli bo'lgan sovunlar. Bunisi neydi mana? Nomi esimdan chiqib ketdi. Oshqovoq deb qovunni hidi kelib turadi. Bunisi bo'lsa raspberry, yana mana shu so'z esimga kelmayapti. Hidi buncha shirin.
bu zo'rligini agar sizda mana yildilar dushi ololmayman, yildilar dushi qimmat, yildilar dushi kerak emas deganlar mana shu sovun versiyasini olsangiz terini quritib yubormaydi, mayin qilib qo'yadi. Bu sovunlardan juda ham oziqatli, barakali, ancha ketadi. Hozirda zakazlarim shulardan iborat edi. Endi bularni egalariga tezda yetkazib beraman.